أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد المجاهدين وآله وأصحابه عليهم أجمعين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugün Allah'ın fazlı bilen yana dersimizden 27. hadisini devamlaştırmakta. Ana Abi Hureyre radıyallahu anhu semi'a Resulullah yaqul: "Ara'aytum law anna nahran bi bab ahadikum yaghtasilu fih kull yawmin khamsan ma taqulu zalika yubqi min daranihi qalu la yubqi min daranihi şey'an." قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا. Bu hadis namazın ehmiyeti ve muhimligi, namazın musulmonga qiladigan ta'siri haqida bo'ladi. Chunki namoz musulmonning qalbini nurlantirish ve xatolikdan to'sish bilan birga namaz musulmonning qilgan etken günahlarını kafaret qiladi ve kechirim bo'lishga sababchi bo'ladi. Rasul sallallohu alayhi ve sellem bu holni bizga mundaq bir tafsir qilib berdi. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan o Abu Hurayraning Rasululloh sallallohu alayhi ve sellemning mundaq deganligini anglaganligi rivoyat qilindi. Dabbaqana ara'aytum degan akhbiruni demakchi. Dabbaqana agar biringlarning ishik tuvida o'stang bo'lsa, u o'stangda har kuni 5 qitim yuvinsa, bu haqda nima deysiz? Bu haqda qarashingiz nima? Ma taqulu zalik degan bu nima deysa bu haqda onun kirlerinden, kasımaklarından kapkalamdı sahabeler. Onun kirlerinden hiç nesi kapkamaydı. La yubqi min derenihi. Onun kirlerinden hiç nesi kapkamaydı. Ya ki la yubqi degen o yuyunuş onun kirlerinden bir nesini kaldırıp koymaydı. Peygamber Aleyhisselam ana o 5 vakit namazının misali doğru. Allah onun bilen hatalıklarını öçürdü dedi. Demek bu yerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem östengi 5 qitim yuyungan adam bilen 5 vakit namazning o'ttirishdiki 5 vakit namozni o'xshatdi. Nimaga o'xshatdi? 5 vakit namozni o'stangning suyiga o'xshatdi. Namozni o'quvchini yuyung'ichiga o'xshatdi. Suni, kirini, qasamoqni chiqarib o'tadigan omilga o'xshatsa, sopunga o'xshatsa, namozni dal gunohini o'chirib o'tadigan kishiga o'xshatdi. Va yuyung'ichi yuyunib bo'lgandan keyin qanday holda o qanday paqiraydigan, go'zallashadigan bo'lsa, namoz o'quvchining qalbi shunday paqiraydigan, aqli shunday o'tkirlashadigan, uning namoz o'quvchining shunday kirlardan yengil bo'lib, qalbi uchuq, qalbi sof, qalbi shunday go'zal bo'ladiganligini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu yerda o'xshatdi. Demak, bir muncha hay'atni yana bir hay'atga o'xshatdi. Bu o'xshatish nima bo'ladi desa, tashbih, tamsil bo'ladi. Chunki bir narsani yana bir narsaga bir necha tarafdan o'xshatgan bo'lsa, bir necha ishni o'xshatgan bo'lsa, yana bir necha ishqa bu tashbih, tamsil bo'ladi. المعنى العام الصلاة مناجاة للرب ووقوف بين يديه تضرع ودعاء وتسبيح وذكر واستغفار إن هي أديت كما ينبغي تجل القلوب من خبث الغل والحق من خبث الغل والحقد والحسد والظن السيء وتسفي النفوس من الحرص والتكالب على متاع الحياة الدنيا وتحسن المسلم ضد شهوات النفس ووساوس الشيطان ومغرياته
Namaz Allah Rab Tebarek ve Teala bilen sirdiştir. Yani sözlüşüş. Onun aldıda turup yalvuruş, dua kılış, tesbih etiş, zikir kılış, istiğfar etiştir namaz degen. Eğer o namaz layakatida kema yenbagi degen layakatida ada kılınsa, ötelse o namaz kalplerini adavet, öçmellik, haset, yaman gumanladın, yaman gumanның hubs degen tesiri, nicislik degen bunun tesiridin ve nicasetinden pakırtıdı. Kömüllerini hayatı dünyanın menfaatlerine birilip getiş, kızıkıp getişten saplaştırdı. Müslümanını nefsinin şehvetlerine karşı qoğdaydı. Şeytanın vesveseleri, şeytanın kızık tuğucu amillerden qoğdaydı. Bana bu şundak neyse bu? Yani adamın kalbi şundak nurluduğun, paklanıdığın, şehvetlerine karşı bir müstehkem korgan asılı buluduğun, dünya matalarına kızıkıştın kalbini tosuduğun bir korgan. قد شاءت حكمة الله ورحمته بالمؤمنين أن يوزع هذا الدواء الروحي على ساعات الليل والنهار 5 صلوات في كل يوم وليلة ليرجع المؤمن إلى ربه بين الحين والحين وكلما جذبه الشيطان ناحية الشر جذبته الصلاة ناحية الخير يخطئ فيغفر له فهي في يسرها وقربها من العبد ومهوها للخطايا كنهر يجري بالماء أمام البيت يغتسل فيه جاره 5 مرات في كل يوم وليلة كلما علق به التراب أو لحق به العرق أو أصابه قذر الطريق قام الغسل بإزالة غسل بإزالة كل ذلك وأعاد إليه النزارة والنزافة والصفاء. Allah Subhanahu ve Taala'nın müminlara boğan rahmeti, hikmeti bu ruhi durunun, keçinin ve kündüzün saatlerine çeçilişini, yani 5 vakit namazını her gün her keçide 5 vakit namazda Allah Subhanahu ve Taala'nın hikmeti halide. Müminler öz Rabbige pat yenişi üçün onu şeytan yamanlık tarafki tassa, onu namaz yaxşılık tarafki tadıdı, o hatalışıdı. Şunun bilen onun günahı keçirim kılındı. O namaz kulaylığı ve bendegi yakınlığı hatalıklarını öçürüp etişide üyünün aldıda akıdığan östen kokşaydı. O kişi o östanın suyda, yani o östanın koşnusu demek. O östanın koşnusu, yani koşnusu östanda 5 kıtım her günü keçide 5 kıtım yuyunudu. Onunla topu yukup kalsa, ya talep kalsa, ya onunla yolunun ahlaklarından birisi yetip kalsa, yuş şunun hemmisini yok kılıp ötüdü. Ve onunla parkıraş, nezare degen bir kılıp parkıraş, şunda parkıray degen parkıraş, farklık, saplıkını kaytırıdı. Sualun veccehahu Resulullah li ashabih ليعرفوا قدر الصلاة وأثرها فيحرصوا عليها ويحافظوا على أدائها سؤال من واقع حياتهم. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashablarına yüzlendiren sual. Kası Eraytum degan sual. Dafaqala sözlep bakala. Oy bu hakta bir fikrini bildirip bakala demekçi. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashablarına yüzlendiren sual. Ola namazın kadri kıymeti, namazın tesirini bölüp
u namozga qiziqishi va u namozni ado qilishga muhofazat davomlashishi uchun yuzlanadigan savol. Ya'ni ularning amaliy hayotidan elingan savol bu. Amaliy hayotidan elingan savol. Ular bo'lsa su bilan faxrlanadigan, su bilan yuyinishning qadrini biladigan odamlar ya ular. Shuga shu odamlarga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam deb faqalar demoqchi. Yaqulu lahum akhbiruni law anna nahran min al-ma'i al-'azb as-safi yajri amama bayti ahadikum yaghtasilu fihi kull yawmin 5 marrat hal yabqa 'ala jasadihi wasakh faqalu badaha لا يبقى من وسخ على الجسم فيقول ذلك مثل الصلوات الخمس تطهر المسلم بين الحين والحين والصلاة إلى الصلاة تكفر ما بينهما ويمحو الله به الخطايا. Ulağa Resulullah deydi, bana haber verenler, eğer şirin, sap, sudun bir östen, silenin, birinlerinin uyunun aldıda aksa, o östende her günü 5 kıtım yuyunsa, onun cesedi de kir kalar mı? Uçuk yak. Cisimde kirdin bir nes kanmaydı deydi. Peygamber Aleyhisselam ani şu 5 vakit namaz bu okşaydı. O 5 vakit namaz Müslümanını pat paklap turudu. Namazgıçılık arıstiki günahlara kaparet buludu. Allah o namaz bilen hatalıklarını üçüyütüdü. Dep Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana bunu bayan kıldı. Demek namazın ehmiyeti, muhimliki ve namazın Müslümanlığı köz tutan tesiri bana bu hadisten muayyen aydınlaşıdır. Arapça el-Mabahis el-Arabiyye Arapça tadqiq qilingan so'zliklar ara'aytum deganning ma'nosi akhbiruni menga bir deb beringlar. Bu savolning javobini deb beringlar. Bi javobi hazal istifham bu savolning bu so'roq so'zining javobini bir deb beringlar demakchi. Ara'aytum va fi dalalati ara'aytum ala ma'na akhbiruni majazan. Ara'aytumning akhbiruni degan ma'noga dalolat qilishida ikki xil majaz bor. Ara'aytumning akhbiruni degan ma'noga dalolat qilishida ikki xil majaz bor. Al-awwalu fil istifham allazi huwa talabul fahm bi an nurida minhu mutlaq at-talab an tariq majaz mursal alaqatuhu al-itlaq ba'da at-taqyid. Birinchisi tushunishni talab qilish bo'lgan istifhamda, ya'ni so'roq belgisi, so'roqda tushunishni talab qilish bo'lgan. Biz shuning bilanki biz bu so'roqdan mutlaq talabni maqsad qilamiz bu yerda. U tushunish bu tushunish emas, mutlaq talabni maqsad qilamiz. Majaz yo'li orqali, majozi mursal yo'li orqali. Ya'ni uning aloqasi mutlaq keltirish qayd qilib bo'lgandan keyin beshida ara'aytum degan yerda akhbiruni xabar beringlar demakchi. Bu yerdan uqmoqchi bo'lganimiz mutlaq talab, ya'ni xabar berishni talab qilish. Nimani xabar bermoqchi? Nimani demakchi? Buni talab qilmoqlik. Ya'ni majoz mursal bo'lish uchun bir narsaninki ne onun aloqasiga nima qilsak, ya'ni istat qilsak, u narsa majoz bo'ladi. Xuddi o'stan nima qildi, oqdi desak, u majoz mursal, chunki o'stan oqmaydi u yerda. O'standa suv oqadi. Natijada suv eqib hatto o'stanmi oqqan bo'lib ketadi. Ikkinchisi ra'ada. U ra'a alima yoki absara ma'nosida. Alime absara ma'nosida. Biz uningdan bilish yoki ko'rishning musabbabini maqsad qilamiz. U musabbab nima? Xabar. Bu odam bildi, bilgan narsaning natijasini so'zlaydi, ko'rdi, ko'rgan narsaning natijasini so'zlaydi. Bu yerda
böyle ra'a bir yerdeki közülen kögen ya kalbini bilgenle demekçi közanlığını kögen kalbini bilgenle bir sözlep bakala, dep bakala, bayak bakala demekçi. Bu haber veriş. Macazi mursal yolu arkalık hem onun alakası sebebiyet ve musebbibiyet alakası buna. Ama bu yerdeki soraktın feyetahassalu minel istifham bu yerdeki soraktın ve fiildin ra'aytumdaki degan sorak fiil ra'aytumdin buningdan ininga o'sha akhbiruni degan labzi bilan dalolat qiladigan xabarni talab qilish hosil bo'ladi. Law anna nahran law bu fiilga kirishni talab qiladigan ve cevabı birleşne yani onunla cevabı kirişne talep kıladigan harf law aldı bilen fiilga kirdi o fiil onun şartı buldu ondan keyin ikinci bir fiil kabisi bo'lmaydi o cevabı lakinnahu wuzi'a al-istifham al-ati mawzi'a cevabı lekin kiladigan istifham law'dan kin kiladigan bir istifham baya Khas araytum law anna nahran bi bab ahadikum tabqalab ma taqulu zalik yubqi min daranihi degandeki bir istifham var. Bu istifham onun cevabını orada bulunur. Takdiri law sabata anna nahran sifatuhu kaza ve kaza lama baqiya min ad-daran shay degan bo'ladi. Agar uning sifati munda bo'lgan iqvatqan suy sab tatliq bo'lgan pokiza bo'lgan bir o'stan bu qasa u kirlidan bir narsani qoldirmaydi. Nahar haning zibiri bilan nahar sukuni bilan nahri jilg'ining ikki tarafining orasiga joylaymiz. Bir jilg'i bo'lib qolsa uning ikki tarafı A tarafı mı tağ, bu tarafı mı tağ, o'ttirisida bir o'stan bo'lsa yoki keng bir ya bo'lgan bo'lsa bu yana har bo'ladi. Bizalik summiya bizalik bu arini o'stan deb ataldi, u keng bo'lganlik uchun. Nahar degan nimasi keng demakdir. Va gazalika summiyan naharu li sa'ati dawi shuningdek kunduzlikdimi nahar deb ataldi, uning nuri keng bo'lganlik uchun. Chunki quyoshning nuri kunduzlikda butun jahonga tushganlik uchun nahar. O o'stanmi eriqdan keng, azada, suyu ko'p bo'lganlik uchun u o'stan deb atalgan. Maqsad nahardan bu yerda suning o'zi maqsad. Tasmiyatun lish-shay bismi mahalli. Bir narsani mahallining ismi bilan nima ataganlik bu yerda. Xuddi Buxoriy, Baydaviy degan o'xshash bir narsaning ismini bir narsani onun ismi o'rnining ismi bilan ataganlik. Shuningdek suni nima bilan suning o'rni bo'lgan o'stan bilan ataganlik. Law anna nahar degan jumla eningdan xabar talab qilinadigan ahvolni bayon qilish uchun yangidan boshlanadigan jumla. Bu yerda araytum degandagi xabar beringlar dedi. Unda o'g'anda araytumdan nima talab qilmoqchi? Bir narsani uqmoqchi, xabarni beringlar deb baqinglar deb. Shunga u uningdan xabar talab qilinadigan holni bayon qilish uchun hol qasi desa, mana bir o'stan bor sizlarning biringlarning eshik tubida. U o'standa u har kuni 5 vaqt yuyinadi degan mush bir ahvol. Buni bayon qilish uchun yangidan boshlangan jumla. Xuddi payg'ambarim araytum deganda sahobalar nimani so'rmoqchi, nima demoqchi dedi. Peygamberim law anna nahar navadi bir o'stan bo'lib qolsa demoqchi. Bibabi ahadikum degan amama ahadikum demoqchi. Biringlarning ishki bilan chunki ishik deganni suning ustiga qo'yilmaydi bir yerda. Davzini suning ustiga qo'yilmaydi. Suning qishda, yenda deganda, ya'ni sizlarning biringlarning ishkida, ya'ni oldi tarafida demoqchi. Bu o'stanning yaqinligi, uning qulayligi, osonligidan kinoya. Jar majrur bibab ahadikumdagi jar majrur hazf qilingan, ya'ni nahrininki jar majrur bu mutaalliq mahzubqa
Yani hazf qilingan bir fe'lga mutaalliq nahrning sifati bu sifati yoki annining xabari. Mishada nahrning sifati yoki annining xabari bo'lib hazf qilingan fe'lga mutaalliq. Yaghtasilu fi jumla nahridin hal. Mishadagi jumla yaghtasilu fihi kulli yawmin khams degan bu jumla nahrdin hal o nahrini sifatlab bo'lgandan keyin o'shan nahrni sifatlagandan keyin eladigan sizlarning biringlarning ichki tuvida bir o'stang bo'lsa u o'stangni kuniga 5 vaqt yuvilgan holatida unda bo'lsa demakdir. Ya uning zimiridin hal jar majrurning mutaalliqatidagi zimiridin hal ya min ahadikum sizlarning biringlardan yoki xabardan keyingi xabar. Kulli yawmin khamsan sanni uqtirib turadigan, bayon qilib turadigan mutlaq maf'ulga asosan nima? Zibar o'qiliq. Maf'ul mutlaq. Xuddi kulli yawmin khamsan degan yaghtasilu fihi kulli yawmin ghaslan khamsan boshqa qilib yurmoq demakchi. Ma taqul nima deysiz? Onun kirlerden kalan şu kirlerden kaldıramdı. Hitap kılış hasılı bulunduğun her kanda kişiye amki bir yerde oy deppekanla kana zadı muşunda bu kasa kir kasınma topa çan kalandı ma taqulun degen rivayette yani nimi oylaysın sen deysen ki ey muhatap yoki nima o'ylashni deysizlar demakdir. Azalika yubqi min daranihi uning kirlaridan birini qoldiramdi. Daran degan vasaq degan ma'no, kir, qasimoq. Faqat yutlaqu alal habb as-saghir allazi yazharu fi ba'd al-ahyan bi ba'd al-ajsam. Daran degan ba'zi bir jismlarda ba'zi vaqtlarda chiqib oladigan kichik tanchig'imi nima qiladi, ishlatiladi. Ya'ni danu xoyrak masalan badalligi paydo bo'lgan danu xoyrak yoki bunda qapartma demdimiza, mushunday narsalarga ishlatiladi buni qapartma debchi. Lakin al-murad huna al-awwal li riwayatin fa asabahu wasakh aw 'irq fa kullama marra bi nahlin igtasala fihi. Lekin bu yerde birincisi kir degan maqsad. Yani o qapartma, danu xoyrak degan bu maqsad emas. Maqsad bu yerde birincisi maqsad. Qanda uningga bir kir yuqib qolgan bo'lsa ya ta yuqib qolgan bo'lsa, an har qachon bir o'stangdan o'ssa, u o'stangni yunsa kuniga boshqa deb vasaq ya irq deb iniq rivoyat bor. Min daradihidiki min tabiizi bazı bir kirlerini demekti. Takdiri aşı yuş onun bazı kirlerini kaldıramdı, bazısını kaldıramdı, azraqını kaldıramdı, bek kattık çapışvağını kaldıramdı. Ya. Qalu la yubqi min daranihi shay'an sabla onun kirlerini hiç nesini kaldırmaydı. Mümkün idi ola la deyişmi mümkün idi. La deyişmi mümkün idi. Lakinnahum sarrahu bi mazmunil cevab lit-ta'kid vel mubalağa fi nafy ad-daran. Lekin ola cevabning mazmunini ochiq ifodalab kirning qolmaydiganligini ta'kidlash va mubolag'a qilish uchun. Asli hal yubqi min zalika zalika yubqi min daranihi shay degandikin la desa bo'pti. La yubqi min daranihi shay degani qattiq ta'kidlamoqchi jumlani. Yubqi yaning pishi bilan qapning ziri bilan fa'il zimiri mustatir bu yuyunish qilganida o chaqda hal yubqi bo'lgandikin o yuyunish kirlenimi kaldıramdı demektir. Şeyen mef'ulu bih. Min derenihi car mecrur mutaallık şeyen mehzub azb kılıngan taşlangan bir bilgi mutaallık şeyendin nima hal. Onun aslisi ve aslihu sıfatullah aslisi şeyenning aslisi sıfat
O derengi sıfat bu şey degen derenin sıfatı. Deren şey'engi ilgili kılınıp hal haletinde hal haleti irab verildi. Bir rivayette la yubqi min derenihi şey, la yabqa min derenihi şey'un debba. Kalmaydı demektir. Yani zemir bilen yabqa şey'ini pişukutimiz faaliyetke esasen kalamdı, kalmaydı demektir. Fezalike mislus salavatil khams yemhullahu bil hataya. Fezalikedeki niyette bildiğin şartının cevabı. Yani iza taqarrara indakum hazal amru fezalike mislu salavat. Yani silahın karışınlarda bu iş mukarrerleşken bolsa, yani yuyungan 5 vaqt yuyunsa kirnin qanmaydiganligi mukarrerleşken bolsa, bu namaz o'xshaydi dedi. Yamhullahu bil hataya degan jumla musta'nifa yoki salavatdan hal. Vel kelam ala sabil teşbih temsil. Bu yerdeki kalam law anna nahran bi bab ahadikum yajri yagtasilu fihi khamsa yagtasilu fihi kull yawmin khamsan ma taqul degandeki bu teşbih yolu asasen bo'lgan gap. Yani hay'atga bir xil holi hay'atni hay'atga teşbih qilish qo'yadi. Biroq o'stangni degi suni namozga, yuyinishni namoz o'tashga, yuyinishning kirlarni faqat yo'q qiladiganligini, namozning gunohlarini ko'chirib qilishga, yuyingan odamning ruhiyati shundoq sho'qlashib qolganligini, kirlarninki pak bo'lgan odamning holatiga maqsad buningdan bu yerda ma'qulni ibrazul ma'qul fi suratil mahsus li taqribihi ila al-azan va li yastaqirra al-hukm fi an-nafs fazla istiqrar va tamakkun. Maqsad uningdan bu yerda aqlida tushunilayotgan bir ma'noni ko'zilan ko'rayotgan suratda nima qilish, oshkorlash. Namozning gunohini kafarat qiladiganlikqa aqlan ish, ammo ko'zilan ko'rgil bo'lmaydi. Ama bu yerdeki mesele şu. Bu qaysi mesele? O aşını mahsus aylandırmaktır. Yani közlen kögen bir halga aylandırmaktır. Zihniga yaqinlashtirish uchun ve ko'ngildagi hukm bakmi urulashish, bak mazmut urilish uchun. Vejhut temsil o'xshatishning yo'li annal mar'a kama yatadannas bil aqzar al muhissa fi badani ve yutahhiruhu al ma'u al kasir fakazalika salawat tutahhiru al 'abda min aqzar al zunub hatta la tubqi lahu zanban illa asqatah dedi. O'xshatishning yo'li bir inson badanida his qilinadigan maynatchilik bilan kirlashqinidek ve onu köp su pakizliğindek, şunundek, beş namazmı bendini günahının kirlerinden paklap, neticede o namaz onun için günahını koymay, o günahını ne kılıdı? Sağ kılıdı. Xuddi 5 qitim yuyulgan adam qanda bo'lgan bo'lsa, shuning o'xshagan 5 vaqt namozni o'qigan adam shunda bo'ladi. Fiqhul hadis, hamda hadisning mazmuni ekanlar. Qala Tabari, zahirul hadis anna salavatul khamsa tastaqillu bi takfir jami'az zunub. İmam Tabari bunda dedi. Hadisning oshkora ma'nosi 5 vaqt namoz o'z oldiga mustaqil holatda bütün gunohlarni kafarat qiladi degan bo'ladi. Va bu hadisda İmam Muslim Abi Hurayra radhiyallohu anhudan marfu tariqasida rivoyat qilgan hadis to'qinish keladi. As-salavatul khamsu kaffaratu lima baynaha majtanabatul kaba'ir. 5 vaqt namoz aristiki gunohlarga kaffarat, gunoh cho'ng gunohlardan saqlansa deb bu yerda majtanabatul kaba'ir deb qo'ydi. فعلى هذا القيد مجتنبت الكبائر يحمل المطلق مجتنبت الكبائر degan bu qaydga asosan mutlaq hamla qilinadi. Ya'ni mutlaq hamla qilinib, u vaqtda cho'ng gunoh qilmay qolgan bo'lsa, kichik gunoh qilib qolgan bo'lsa deymiz.
ولا خلاف في أن المراد من الخطايا في الحديث الذنوب الصغائر خاصة يؤكد ذلك تشبيهها بالدرن. Hadisteki hatalıktan maksat alayda küçük günahlar işkellikte ihtilaf yok. Bütün ulamalar küçük günahını kafaret kılıdı deydi. Yuakkidu zalika teşbihuha bidderen. Bu küçük günah maksat degan qarashimizda o hatalıkni kirlağı o'xshatganlik ta'kidlab turdi, kuchlantirib turdi. Deren sagirun jiddan bin-nisba lima hu akbar min al-aqzar aw al-hubub. Deren degan aqzar degan pishak. Aw al-hubub degan qapartma yoki danchilardan cho'ng bo'lgan narsaga nisbatan haqiqatan kichik narsa. Deren degan. Şoňa Rasulullah'ның hatalıklarını derenge o'xshatishi bu yerda kichik günah maksat demekdir. Naam as-saghair tukaffiru aydan bisalahat ukhra. Şunda sag'ir günahlarımı hem başqa salih amallar bilan kaffaratmi bo'ladi. Kasiyam Ramazan ro'zasiga o'xshash, Juma namoziga o'xshash ve bijtinabil kebair kebir günahlardan saqlanish bilan mustaqilli qavli Allah'ın sözünü in tajtanibu kebair ma tunhavna anhu nukaffiru ankum sayyiatikum. Agar sizlar to'salgan narsaning cho'nglaridan saqlansanglar biz sizlarning xatoliklarni kafforat qilamiz degan bu so'zni rastiga chiqarish uchun buni bilan bo'ladi. Cho'ng gunohdan saqlansa kichik gunohdan Alloh taolo kechirim qiladi. Bel bi ba'din nawafil belki bazı nafliler bilen mi? Biz mesela Arife günüsünün ruzusuna o'xshash Allah subhanahu wa ta'aladan savab ümit qilamiz. Onun oldidagi bir yillik gunohga kaffarat bo'lishni shunga o'xshash mesela. Fa in qila law ijtanabatil kabair famaza tukabbiru salah. Kabir gunohdan saqlansangiz namaz nimani kaffarat qiladi deyilinsa, kibr gunohdan saqlangan chaqda nima gunohni kaffarat qiladi vaqtda deyilinsa, ujiba bi anna ijtinabal kabair la yatimmu illa bi fi'lis salawatil khams, faman lam yaf'alha lam ya'ud mujtaniban lil kabair. Bundaq deb javob berildi. Kibr gunohdan saqlanish degan faqatla namozni qilishlik bilan, 5 vaqt namozni qilish bilan tutadi. 5 vaqt namozni qilmagan odam kibr gunohdan saqlangan bo'lmaydi. Onu qilmagan kishi kibr gunohdan saqlangan kishi emas. Unda bo'lganda 5 vaqt namozni qiling, kibr gunohdan saqlandingiz. Kibr gunohdan saqlanganligingizni o'zi nima? Kichik gunohning kaffarati. Fa in qila iza kaffara ijtinabul kabair az-zunub as-saghair fama za tukaffiru al-a'mal al-manduba al-warida fil ahadith. Kichik cho'ng gunohlardan saqlanish kichik gunohlarni kaffarat qilsa, hadisda kelgan mustahab amallar nimani kaffarat qiladi unda? Cho'ng gunoh kichik gunohni kaffarat qilsa, mustahab amallar nimani kaffarat qiladi? Qaysi amallarni kaffarat qiladi? Ujiba bi anna al-a'mal as-salihah al-mukaffira lis-saghair idza lam tujad saghair rafa'at min ad-darajat wa a'adat min al-hasanat ma yu'adilu takbiraha lis-saghair aw kaffarat min al-kaba'ir biqadriha. Bunda deb javob berdi. Kichik gunohni kaffarat qilgan yaxshi amallar qachon kichik gunoh tepilmay qolsa darajani oliy qiladi. Yaxshi amallardan onun kichik gunohlarini kaffarat qilganga barobar yaxshi amallarni birto yoki uning miqdori bilan cho'ng gunohlarni kaffarat qiladi. Kichik gunoh qilmagandan keyin cho'ng gunohlarni kaffarat qiladi. Bunda ve yu'khazu min al-hadis hadisni elinadi. Birinci istiqdamul muallim su'alal mutaallimin liyastaqirral javob fi nufusihim. Muallimning yani o'qituvchi ustozning o'quvchilardan sual so'rashni qo'llanishi udurus. Javob ularning ko'nglida urilishi chunki oldi bilan savolni so'rab o'tib, andan keyin javobini berish. Ikkinchisi tamsilni, ma'qulni mahsusqa o'xshatishni ishlatish. Üçüncüsü faziletul muhafaza ala salavatul khams 5 vaqt namazda 5 vaqt namazda saqlash, yani onu qo'g'dash va uning ahamiyat berishning fazilati bu hadisdan chiqiladi. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Alloh taolo hammamizni shu kir qasmoqlardan poklanganimiz bo'lsin. Alloh hadisga amal qilganimiz bo'lsin. Xatoliklarimiz bo'lsa
onu xatoliklarimiz bo'lib qolsa, xatoliklarimizni o'zimizning ustimizga elib, yaxshiligimiz bo'lib qolsa, yaxshiliklarimizni Alloh subhanahu va taolo bir musulmonlarning manfaati uchun davom qilishni qilsin. Va oxir da'vana alhamdulillahi robbil alamin.